Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Musobaqalar va musobaqalarga tikiladigan mukofotlar haqida, sovrinlar haqida savol bo'libdi. Musobaqa nimada joiz va qaysi suratda musobaqaga sovrin olsa bo'ladi? Bu to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari bor. Sahih hadisda kelgan: La sabqa illa fi naslin aw hafirin aw khuffin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, musobaqa 3 narsadagina bo'ladi. Fi naslin, nasl degani kamon, nayzani o'qi. O'qda musobaqa bo'ladi, ya'ni merganlik musobaqasi bo'ladi. Kim nishonga tegirsa, o'sha g'olib degan musobaqa. Ikkinchisi aw hafirin degan. Hafir degani otning tuyog'iga ishlatiladi. Ya'ni ot chopish musobaqasi degani. Ikkinchi musobaqa shunaqa bo'ladi. Ot chopishlikdagi musobaqa va kim yutsa, yutganga sovrin beriladi. Uchinchisi aw khuffin dedilar. Bu tuya chopishligidagi musobaqa. Tuya chopishdagi musobaqa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda la sabqa illa fi salas. Musobaqa faqat ana shu 3 narsadagina bo'ladi deganlar. Bu hadisning zohirini olib ba'zi ulamolar aytganki, shundan boshqa hech qanday narsada musobaqa qilib bo'lmaydi degan. Ya'ni pul tikib. Pul tikiladigan musobaqa faqat shu 3 narsadagina bo'ladi. Boshqa narsada bo'lmaydi. Ammo shunchaki insonlar o'zi musobaqa qilishi bo'lsa qilaveradi, nimada bo'lsa ham. Masalan, hozirgi kunda futbol o'ynab musobaqa qilyapti yoki oddiy boshqa bir o'yinni o'ynab ham musobaqa qilyapti. Pul tikilgani yo'q. U bo'laveradi, harom ish bo'lmasa. Lekin pul tikish faqat ana shu 3 narsagagina pul tikib musobaqa qilsa bo'ladi deyilgan. Hadisning ma'nosi shu. Ba'zi ulamolar bu 3 narsani hikmatiga qarab, shu hikmat topilgan boshqa narsalarni ham shunga qo'shib qiyoslashgan. Ya'ni bu 3 narsaga qarasak, Rasululloh hozir merganlik deyaptilar. Va yana ot chopishlik deyaptilar va tuyada chopishlik deyaptilar. Bularning hammasini aytishganki, bu badan tarbiya bu ya'ni. Bu ya'ni masalan jangovar tayyorgarlik bu. Bu narsalar jangovar tayyorgarlik bo'lsa, nimaiki jangovar tayyorgarlik bo'lsa, o'shanda musobaqa qilsa bo'ladi deb qo'shishgan. Va shunga hattoki ilmdagi musobaqa qilishni ham qo'shib yorishgan. Qur'on musobaqalari uyushtiriladi, masalan, yutganga sovrin beriladi. Va yana masalan hadis musobaqalari uyushtiriladi, yutganga sovrin beriladi. Hamma o'shanaqangi bir dinning e'zozi uchun, dinning quvvati uchun bo'lgan ishlarni shunga qiyoslab qo'shib yorishgan. Bu yaxshi ish albatta. Chunki yuqoridagi 3 narsadan maqsad ham o'sha dinning himoyasi uchun inson tayyor bo'lishiga bir targ'ib qilishlik ya'ni. Lekin u 3 musobaqaga qarasak, hammasida inson o'zi ishtirok etadigan narsa bo'lyapti. O'shangagina musobaqaga va musobaqa qilsa va o'shangagina bir pul tikilsa bo'ladi. Inson o'zi ishtirok etmaydigan narsada hech qanaqa musobaqa qilib bo'lmaydi. Masalan, hozirgi kunda odamlar mol, masalan, xo'roz uyushtirib musobaqa qilyapti. Bu mutlaqo o'zi ishtirok etgan yo'q birinchidan. Ikkinchidan u hayvonga zulmlik jihati ham bor. Yoki kimdir kelib it urishtirib musobaqa qilyapti masalan. Yoki kimdir kelib ikki narsani choptirib, qaysi o'tib ketsa o'sha men g'olibman degandek qilib musobaqa qilyapti. Yoki hozirgi kunda odamlar o'tirib olib bir o'yin o'ynab musobaqa qilyapti. Unda ya'ni inson hech mehnat ham qilmaydi va hech inson biror narsaga chiniqishligi ham hosil bo'lmaydi. Quruq vaqtni o'tkazishlik va betayin mayoslik ya'ni. Bunaqa narsalar pullik bo'lsin, pulsiz bo'lsin, musobaqa qilish nojoizligida shubha yo'q. Pullik bo'lsin, pulsiz bo'lsin, bunaqa narsalarda musobaqa qilinmaydi. Nimadaki musobaqa qilinsa, inson o'shanda o'zi ishtirok etib, o'zi o'shanda ter to'kib, mehnat qilib, nimagadir o'shanda inson o'zi bir erishishga harakat qiladigan narsalar bo'lish kerak. Ana shunigina musobaqa deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham otlar o'rtasida musobaqa uyushtirganlar. Sahih Buxoriyda kelgan hadis bor. Ibn Umar radhiyallohu anhudan ajran nabiy sollallohu alayhi vasallam al-khayla. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otlarni choptirdilar. Al-khayl al-mudammara wal khayl g'ayril mudammara.
birinchisi mudammara otlarni choptirib musobaqa uyushtirdilar. Mudammara degani haligi pishitilgan otlar degani. Chopishga o'rgatib pishitilgan otlar. Pishitilgan otlarni choptirib alohida musobaqa qildilar. Keyin yana bir musobaqa qildilar. Pishitilmagan otlarni o'rtasida choptirib yana musobaqa qildilar deydi. Mana bundan ulamolar dalil olishganki, musobaqaning sharti tenglik bo'lish kerak. Ya'ni mana hozir hadisda Rasululloh alohida pishitilgan otlarga musobaqa uyushtiryaptilar. Ya'ni chopar otlar chopmas ot bilan bitta qilib musobaqa qilinmaydi. Chunki u zulm, otga ham zulm, uning ustida o'tirgan odamga ham zulm. Xuddi shunday insonlarda ham masalan, hozirgi kundagi sport turlarida ham bor bu narsa, ya'ni hamma o'zini masalan vazni bilan musobaqaga tushadi, hamma o'zini tengi bilan musobaqaga tushadi. Ya'ni qisqasi musobaqada ana shu ikki tarafning tengligi shart. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak shu. 3 narsadagina musobaqa qilib pul tikishlik joiz. Va shu ma'nosidagi dinga quvvat bo'lgan Alloh yo'lidagi moddiy va ma'naviy jangga tayyorgarligiga sabab bo'ladigan narsalarga musobaqa qilish joiz. Unga pul tikishlik ham joiz. Undan boshqa narsalarda musobaqa nojoiz. Endi pul tikishlik degan mavzuga kirishsak, sovrin ya'ni qanday suratda sovrin olsa bo'ladi? Agar sovrinni musobaqachilardan boshqa odam tikkan bo'lsa, buni olishlik joizligida hech qanday shubha yo'q. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu hadislarida musobaqa uyushtirganlar, u musobaqada yutganga sovrin berganlar. Ya'ni tashqaridan bir odam u yutganni biriga sovrin beryapti. Mana bu joiz, bunda hech qanday shubha yo'q. Yana shuningdek joiz suratlardan biri musobaqada ishtirok etuvchilarning biri tikadi pulni. Ya'ni aytadiki, kim yutsa mana men to'layman o'sha sovrinni deydi. Qolganlar shunga rozi bo'lib hammasi ishga kirishadi. Ana bu ham joiz. Bu ham qimor deyilmaydi. Qachon qimor bo'ladi? Kirishadiganlar hammasi qanchadir miqdordan tikib o'shanga kiradi. Hamma ozginadan tashlaydi ya'ni. Masalan, yutgan hammasini oladi deydi. Yutmagan esa hech vaqoni olmaydi deydi. Ana shu qimor deyiladi. Qimorning ta'rifida ulamolar aytishganki, qimor nima desa, qimor shunday narsaki, 2 kishi bo'lsin, 3 kishi bo'lsin, o'sha narsaga o'yinga kirishayotganlar qimorga kirishadi. Natijada yo foyda ko'rib chiqib ketadi, yo ziyon ko'rib chiqib ketadi, hammasi. Ana shu qimor deyiladi. Chunki foyda ko'rib chiqib ketadi deganimiz, agar yutsa foyda ko'rib chiqib ketadi. Ziyon ko'rib chiqib ketadi, agar yutmasa hamma qisman ziyon ko'rib chiqib ketadi. Ya'ni hamma nimadir tikkan, o'shasini ola olmay chiqib ketadi. Ana shu qimor deyiladi. Lekin masalan bir odam tikadigan bo'lsa pulni, o'sha qimor o'ynaydigan, musobaqa o'ynaydiganlarning ichidan bo'lsa ham bir odam tiksa pulni va u odam pul tikkanligida boshqalar hech narsa tikmasa, ular faqat yutsak olamiz, yutmasak biz hech narsa yutqizmaymiz deb o'yinga kirishayotgan bo'lsa, mana buni qimor deyilmaydi. Chunki hozir bir odamgina bu yerda yutib yoki ziyon qilyapti, lekin qolganlar yutsa yutyapti, lekin ziyon qilmayapti. Ana buni qimor deyilmaydi. Qimorning sharti o'sha. Yuqorida aytganimiz, hamma kirishadi o'yinga, hamma ziyon ko'radi yoki kimdir foyda ko'radi. Ana shu qimor deyiladi. Bundan boshqa suratlar pul tikishlik nojoiz. Bundan boshqa suratlarda pul tikishlik nojoiz bo'ladi, uni o'sha qimor deyiladi. Endi yuqorida takror aytdik, bu naqanga qilib pul tikib musobaqa uyushtirishlik uchun ham nimadir bir dinga moddiy yoki ma'naviy jihatdan bir foyda bo'lgan narsagagina pul tikib shuni musobaqa qilinish kerak. Masalan, Qur'on musobaqalari bu ma'naviy dinga bo'lgan bir nusrat yoki bir ilm musobaqalari qilishlik yoki masalan merganlik, o'q otish o'rganishlik yoki ot choptirishlik yoki kerak bo'lsa hozirgi kunda zamonaviy jangda ishlatilayotgan qurol-yaroqlarni qo'llashlikni o'rganib musobaqa qilishlik ham bular hammasi ham o'sha yuqoridagi hadisga kiradi inshaalloh. Bularda o'rtasida musobaqa uyushtirsa bo'ladi. Tashqaridan bir odam pul tiksa ham bo'ladi. Ichkaridagilarda bir kishisi pul tiksa ham bo'ladi, lekin hamma oz-ozdan pul tikib keyin musobaqa qilishlari nojoiz. Alloh alam.